Assalomu alaykum do'stlar, xudo xolasa mana Bahrom akam o'zini ham topdik. Bahrom akani topishingizga sabab Bahrom aka bizdan obunachilar juda ko'pchilik so'rayapti, ko'chatlarni beryapmiz. Giant Race Svitariana, Real Tiago, Nimba juda ko'plarni berdik aka. Bularda shakl berishlarini hali biz ham 100% o'rganganimiz yo'q. Mana siz tajribangizdan o'tkazdingiz. Mana shu yerda 5 gektarlik maydonni chiroyli qilib boq qilib odamlarga ko'rsatdingiz. Xudo xolasa obunachilarimizga mana shu payvanddagilar haqida shakl berish shular haqida jicha ma'lumot bering aka. Xudo xolasa hozir mana shu ko'chat misolida boshlaydigan bo'lsak, xudo xolasa o'zi aslida maqsad bo'lish kerak Abdumalik. Boq qilishdan oldin maqsad bo'lish kerak. Oldin tuproqni mexanik tarkibi, loyligimi, qumligimi, qanaqangi holatidan kelib chiqib tuproqni o'rganish kerak aka birinchi o'rinda. Tuproqqa payvandtak tanlaymiz har doim. Keyin iqlimga navda tanlaymiz. Xudo xolasa kechki zonami, ertagi zonami shunga qarab navni moslaymiz. Xudo xolasa bu yerda mana Krings 5 payvanddagida Sweet Lawrence navi. Sweet Lawrence. Sweetlar ichida hozirgi paytda eng yirik bo'lib korobkalarga zo'r sotilayotgan navi. Yaxshi navlardan bittasi. Olib kelib endi buni mana 1-yil ekilgan, 2-yilda mana shu qismidan kesilgan. Mana o'zi maqsadimiz nima bo'lish kerak? Qaysi buta usulida tarbiya qilishimiz kerak? Buni Kimgrin butasi bor, ispan butasi bor, bir qancha butalar bor. Endi maqsad bo'lish kerak. Bu o'zi Krings 5 payvanddagi nechta liderga javob bera oladi kelajakda. Maximum 14 degan payvanddagimiz bor, Cap 6P degan payvanddagimiz bor. Har birini plus minusi bor. Maximum 14 juda tez o'sar. 8 ta 10 ta liderga javob beradi desak, biz iqlimimizda issiqda qiynalishi bor. Endi Krings 5 eng zo'r payvandlardan desak, bu o'zi nechta liderga javob beradi? Maqsadimizni oldinroq qo'yishimiz kerak. Mana shu yerda mana 1 2 3 4 5 ta lider bo'lsa, kelajakda o'zi nechta lider qilmoqchimiz? Hozirdan bu liderlarga imkoniyat berishimiz kerak. 1 2 3 4 5 ta bo'lsa, buni keyingi yil kelib turib mana shu qismidan kesadigan bo'lsak, bular 2 tadan 10 ta lider bo'ladi. 10 ta, bu 5 ta. Payvanddak javob beradimi yo'qmi? Yo'qmi? Krings 5 yarim pakana hisoblanadi. Tez o'sar emas. Bunga 20 ta lider qo'yish ham noto'g'ri. Shundan kelib chiqib mana bu yerda Svitariana misolida, mana Svitariana misolida buni payvanddagi Cap 6P. Cap 6P bu o'zini o'zi changlatadi Svitariana. Bunga nechta lider qo'yamiz? Bu yoyilib o'sadimi, tik o'sadimi? Mana skina misolida. Skina masalan vishna payvanddagida tik o'sadi. Vishnada ham aka normalniy skinalar. Vishnada ham yetishtirsak bo'ladi. Uni oldindan reja qilishimiz kerak, to'g'ri reja qilishimiz kerak. Bunga mana nechta lider qo'yib berishimiz kerak? Cap 6P payvanddagi mana 1 2 3 4 mana shu yerda 12 taga yaqin lider bor. 12 ta lider bor. 12 ta liderga javob beradimi bu Cap 6P? Yozda issiq sharoitida qiynalmaydimi? Hammasini boshidan reja qilishimiz. Boshdan reja qilib, daraxtni mana shu ekkaningizdan boshlashingiz kerak. Shakl berishda qaysi holatda berasiz? KGBdami, ispan butasiga, navga qarab, to'g'rimi aka? Endi bu qarang. Svitariana yoyilib o'sadi. Endi tushuncha bor hamma dehqonlarda. Endi bu yoyilib o'sish kerak bo'lsa, buni bu shoxlardan voz kechib mana bu shoxlardan voz kechib bu tik o'sishini ta'minlab berish kerak, bularga imkoniyat berish kerak. Mana tik o'sish. Bular o'zi kelajakda bizga kerakmi, yo'qmi degan savol bor. Kerakmi, yo'qmi? Mana nimjon shoxlar pastga o'sayotganda hammasini olib tashladi do'stlar. Mana xudo xolasa Bahrom akamdan bepul sizlarga, obunachilarimizga bepul mana xudo xolasa mana Abdumalik mana 1 2 3 4 5 6 7 ta lider. Buni keyingi yil kelib ketsak, bu 20 taga aylanadi. Undan keyin uni nari yili kelib biz tanlab olamiz buni. Qaysi birini qo'yamiz, qaysi payvanddagdan kelib chiqib tanlaymiz. Xudo xolasa chiroyli bog' bo'ladi, manfaatli bo'ladi. Mana Abdumalik ukamiz ham yaxshilab ko'chatlarni sifatli qilib yetishtiryapti, yangi payvandlarga o'tyapti. G'aybullo akam mana o'zi yaxshi sifatli ko'chatlarni yetishtirishib harakatda hamma. Xudo xolasa hammani bog'i shunaqangi zo'r bo'lsa, O'zbekistonda bog'i zo'r bo'lib, meva-cheva zo'r sotilsa. Maqsad buni bizni ko'chat sotish yo'q, boshqa emas.
mana shu videolarni ko'rib, o'zi boq qilganlar, boshqa birovda ko'chat olganlar ham manfaat topsa, bizga ham yaxshi bo'ladi. Sababi aytadiki, O'zbekistonda chiqayotgan meva Mevalar. eksporti kalibriga javob beradigan bo'lsa, xudo xolasa aka yaxshi bo'ladi o'zimizni qimizga. Sweet Lawrence Ariana mana u akamiz boq qilgan ekan, skinani orasiga ekkan ekan. Xudo xolasa Bu do'stlar, eksperimental bog'imiz Abdumalik. Xudo xolasa payvandayni biz bu yerda asosan test qilyapmiz. Xudo xolasa test sinov, test nima uchun kerak? Bu payvanday bizni iqlimda qaysi issiq sharoitida, sovuq sharoitida o'sa oladimi? Undan keyin tavsiyalar beramiz Abdumalik. Mana sizlar ko'p aytiryapsizlar, mana klon payvandaylar qaysi biri bizni issiqqa chidaydi, sovuqqa chidaydi, mevani qaysi biri yirik qiladi, qaysi biri nechta litrga javob beradi, kelajakda hammasini dehqonlarga o'rgatamiz. oldin test qilib, keyin navlarni sotuvga chiqarish kerak. Mana shunaqa bog'larni ko'paytirishimiz kerak. Bahrom aka bilan seminarda tanishganmiz. Mana 4 yil, 5 yildan beri bilamiz. Mana shunaqa haqiqatda odam havas qiladigan, Andijon viloyati Asaka tumanida bog'da qilib qo'ygan akamizni taniganlar juda yaxshi biladi. Kimga agronomlik xizmati kerak bo'lsa, Bahrom aka nomeringizni ayting. Xudo xolasa 97lik 272 12 14 nomerimiz. 12 14 aloqaga chiqsalar, xudo xolasa aka borib, mana shu bilmaganlarga ko'rsatmalarni berishda yordam qilsangiz, biz ham xursandmiz biz aka. allaqachon Abdumalik biz bilan hamkorlik qilayotganlarga bu yerda amaliyot o'tash uchun sharoitlar yaratib berdik. Ana. Sizdan ko'chatini sotib oladimi? Biz bilan hamkorlik qilmoqchimi? Uni yeriga borib, muammolarni qadamma-qadam o'rganib, 2-yilda uni nima kutyapti? 2 yoshli gilos. Bu 2 yoshli gilos misolida uni olib kelib bu yerda o'rgatamiz. Xudo xolasa kasalliklar, o'simlikni himoya qilish, agrotexnik ishlar hammasini xudo xolasa. Payvanddagidan tortib to mevani navigacha qanaqa kalibrga olib chiqadi, akamizdan bemalol maslahatni so'rab agronom xizmatidan foydalanishlari mumkin. Sababi o'zi boshidan o'tkazdi, mana shu 5 yildan beri mana shu har bitta daraxtman kerak bo'lsa gaplashgansiz har kuni. Xudo xolasa. Aka, mehnatingiz ko'rib turibmiz, haqiqatda zo'r. Zo'r. Sog' bo'lasiz. Rahmat sizga ham. Rahmat. Tinch bo'linglar. Obunachilar nomerlarini tashlab qo'ydim. Xo'p, sog' bo'linglar.